Qo'qondagi eng mashhur va eng yoshi katta bloger Shepim istoriyaga va postga reklamani qanchadan olishadi? Video boshlanishidan oldin kelishib olaylik. Iltimos, menga obuna bo'lishni unutmang, chunki men yilda oxirigacha fitfliyonta obunachi yig'ishim kerak. 1, 2, 3 ketdi. Bormi? Qo'qonda o'zining yo'nalishiga ega bo'lgan Eliyor Bin istoriyaga va postga reklamani qanchadan olishadi? Xo'p, istoriya narximiz 300 dan boshlanadi. Post. Postimiz 600 dan boshlanadi. Musoxon akani istoriya va post narxlari nechi? 200. 200. Tamam. Qo'qonda juda ko'p ovqatini yeb ko'rgan Dilmurod Uz postiga istoriyasiga necha pulga reklama oladi? $100 Post, istoriyachi. Istoriya 500 gacha. 500 gacha. So'mda. Orzu Food asoschisi Muhiddin akam reklama olmaydilar, lekin oziq-ovqat ochib, bunaqa food zonalar ochib yurg'izib berishingiz necha pul? $3000 dan $5000gacha. Olib yurg'izib berish. $20000, $30000 kelishamiz, yillik shartnoma bor, 1 oylik, 1 martalik. Qo'qondagi eng mashhur va eng yoshi katta bloger Shepim istoriyaga va postga reklamani qanchadan olishadi? Hozirgi qarigan chog'imda istoriyani 3 million, 2 million olyapmiz. Postni 10 million olyapmiz. Sizga arziydi aka. Dahola. Milliardga olsangiz ham arziydi aka. Bo'laveradi. Sog' bo'ling. Paxta qo'ymadingizmi? Yo'q. Yana siz qaysi blogerlarning reklama narxini bilmoqchisiz? Kommentariyaga yozib qoldiring.